bu hayotga bo'lgan mujodilang yana davom qilyapti. Ba'zida atrofdagi ba'zan savollarga to'g'ri javob, ba'zan ish harakatlarga to'g'ri tepki qaytara olishing notayin. Chunki senmi Allohning yaratgan bir bandasi. O'zingni gunohkor his qilma, dedim o'zimga. Ammo qo'lingdan kelsa, sen xato his qilgan so'z harakatlarga o'zing bilgan shaklda va to'g'ri qaragan javoblarni paylash, dedim o'zimga. Hozir vaziyatimizdagi hurmatli hamshirlarimizning hijob masalasi diqqatimni tortdi. Hozirgi Xitoy jallodlarining xalqimizning ustidan elib berayotgan irqiy qirg'inchilik, xotin qizlarimizning Xitoylarga zo'rlab to'y qildirilishi, farzandlarimizning yetim qilib och yalang'och qilishi, umumyuzlik xalqimizning assimilyatsiya qilinib xitoylashtirilishi, Xitoy jallodlarining urug' tuqqanlarimizdan ayirib yolg'iz qoldirilishimiz hammamizning nerv kontrolligini yo'qotdi. Nima uchun degan javoblarga o'zimizdan, ya'ni millatimizning ichidan javob izlaydigan darajaga olib kelyapti. Balki to'g'ri. Tarixdagi nodon xalqimizning xatoligini hozirgi biz tortyapmiz deb o'ylaganlarningmi xatosi yo'q. Ammo siz shuni o'ylab baqdingizmi? Shu davr, shu vaqtlarda shu nodon xalqning birsi siz bo'lsangiz qanday qilardingiz? Hozir qanday qilyapsiz? Shu millatingizning yo'q bo'lish girdoviga berib qolganligini ko'rib turib, shu xotin qizlaringizning oyoq osti bo'layotganligini ko'rib turib va millatimizning beshida ko'yayotgan o'tlarini ko'rib turib, siz o'zingiz nima ish qilyapsiz? Bir oz o'zingizni boshqalarning o'rniga qo'yib o'ylashni unutmang. Hozirgi vaziyatda o'zingiz bo'lib yashamoq shu qadar zo'rkan. Texi boshqalarni gunohkor deb kesib atmang. Amdi shu hurmatlik hamshirlarimizning hijobiga kelsak, Uyg'ur xalqining 90% musulmon, buni unutmang. O'zingizning musulmon, kitobingizning Qur'on, ishonchinizning Alloh ekanligini unutmang. Men bu burun xato tushunchalarda bo'ldim. Hatto shu hurmatlik hijob ichidagi hamshirlarimizdanmi gumonda bo'ldim. Balki shularning hijobi bu davoyimizga shundoq boshqalar aytgandek, shundoq fojialarni akilarmi? Debmi o'ylandim. Izdandim. Sening o'yingchi? Deb so'radim o'zimga. Yo'q. Men bir musulmon. Dinim islom. Kitobim Qur'on. Ishonchim va ishonadiganim bir Alloh. Men bu ishonchimdan hargiz voz kecholmayman. Ham voz kechmayman. Shu hurmatlik hamshirlarimizning hijobini hurmat qilaman. Ajaba shuni o'ylab baqdingizmi? Ularning shu hijobni kiymiki oson emas. Ularningmi sizdan ko'p bo'lsa bo'ludiki, dard hasrati sizdan oz emas. Ularningmi sizdek moda, go'zal, oqsa yasangiz kelmamda, balki ular yasanadigan bo'lsa, sizdan go'zal, sizdan oqsa bo'lib ketish aniq. Ammo ularning bu dunyoni, bu hayotning 2 kunlik huzurini o'ylamasdan Allohga bo'lgan ishonchi, nima kelsa Alloh tarafidan keladiganligiga bo'lgan ishonishi, ajaba siz bizning hurmatimizga loyiqligini his qildirmamdi? Tarixlardan beri din to'g'risida nurg'un talash tortish, nurg'un qirg'inchilik, nurg'un janglar bo'lgan. Ajaba dinimizning dafsanda qilinishi g'ururingizga bir oz bo'lsa-mu tegmadimi? Shularning shu hijobni kiyishi sizni shunchalik bearam qildimi? Ajaba ularning to'g'ri yo'l tanlashi sizni bearam qilyaptamdi? Nima uchun? O'zingiz qilolmaganni boshqalardan ko'rasiz? Agar Alloh oson qilib
shu quriladigan Sharqi Turkistonning bir musulmon davlati bo'ladiganligi tarixdan buyon aniq. Amaliyat. Hatto tarixda birinchi qatorda qurilgan musulmon davlati edi. Buni unutmang. O'zingiz, yo'q, o'zimiz qila olmadik. Ammo ularni hurmat qilishimiz shu foydasiz vaziyatda bir-birimizdan gunoh izlamay, bir-birimizning yoralarini silab, bir-birimizni yo'lab, bir-birimiz bilan inoq ittifoq bo'lishimiz kerak emasmi? Qo'l sunsa yang ichida, bosh sunsa bök ichida. Hammamiz musulmon, Uyg'ur millati, qon qarindosh. Buni hargiz unutmang.